Sovuqqa xo'rozdan terlatganimi? Faqat yengilgina bo'ynini bunday qilaman. Qarang, bunday. Ne? Bo'yni. Yumshoq qolmasin, hozir yurishni boshladi. Kecha Uchi nimaga qoray? nimani? Uch. Ana. Ha, yo'q. Ana. Kesnoyda ko'p berdim-ku. Kesnoyga ko'p bu. Hali ham turibdi, yermaydi. Yaxshi yegan. Menga qarang, ikkita berib yuboribman. Hech nima qilmaydimi? Men 4 ta kecha mana 4 ta berimman, yaxshi yeydi deb. Ham kasal bo'lmasin. Mana hozir nasotda olaman deyaptilar-ku. Ha. Ko'pchilikka kasal kelyapti-da. Shunga qo'rqib hozir ertachi emlab qo'yay deyaptilar. Nasotda olishga chiqqanman dedi. Ha. Ana oldingizmi? Zanjabil. Shu esimdan chiqib ketyapti. Hozir bozor borasizmi? Ha, hozir shu yoqqa ishim bor. 5 mingga. Bilasiz ko'rinishini qanaqaligini? Ha. Hozir shundan olib keling. Uni bari Kardoncha qilib qo'yasiz, o'g'ilchangizga ko'rsatib keting ketguncha. Mana shunday qilib qarozlamaga berib qo'yasan. bundan baquvvat narxi buni ukasi. Ha, u kattalik bilinib turibdi. Ham uni juda toza chiqqan. Mana sarig'i bor, bo'ynini sarig'i, pasi. Shunday kiygan joyi xuddi bir chizib qo'yilgan. Buni qarang, bu endi parpar bo'lyapti. Mana bo'ynidagi zalatiskasi bor-ku. Shunday. Hozir yugurishni endi boshlayapmiz. Bunda Shunday uchadi. Hozir men sizga lof bo'lsa